Nima uchun har kimga siringizni aytmaslik kerak? Bu voqea sizga sababini ko'rsatadi. Butun kun yer haydab, ho'kiz molxonaga qaytib dam oladi. Yonida mushuk o'tirar edi. Ho'kiz unga dedi: "Bugun juda charchadim. Ertaga faqat dam olmoqchiman." Mushuk itga borib dedi: "Xo'jayin ho'kizni juda qiynayapti. U shunday charchaganki, endi ishlamoqchi emas." Keyinroq it qo'yni ko'rib dedi: "Ho'kiz ertaga ishni tashlab qo'yishi mumkin. Juda charchagan." Qo'y esa cho'chqaga shunday deydi: "Ho'kiz ertaga ishlamaydi. Ishi og'ir." Xo'jayin uni qamchilaydi ham. O'sha kuni kechqurun xizmatkor cho'chqani boqayotganda u dedi: "Ho'kiz ertaga ishni tashlab ketadi. Boshqa xo'jayinlar yaxshiroq. Ular qamchilamaydi, och qoldirmaydi." Xizmatkor darhol xo'jayinga ho'kiz qo'zg'olon ko'tarib, hayvonlar bilan ketishini xabar qildi. Buni eshitgan xo'jayin muammo bo'lmasligi uchun ho'kizdan darhol qutulishga qaror qildi. Buqa hech qanday yomonlik qilmagan va ortiqcha gap aytmagan bo'lsa ham hayotidan mahrum qilindi. Nima uchun u qurbon bo'ldi? Chunki uning so'zlari ko'p marta buzildi va og'izdan og'izga o'tib, egasiga buzilgan shaklda yetib bordi. Ba'zi odamlarga sirlarni ochish ham xuddi shunday oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu siz bilan oxirgi ko'rishimiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang.